Inson hayoti eng oliy qadriyat. Prezidentimiz tashabbusi bilan sog'liqni saqlash tizimida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ana shu ezgu tamoyilni hayotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda. Jizzaxda barpo etilgan zamonaviy ko'p tarmoqli tibbiyot markazi eng so'nggi avlod yuqori texnologik jihozlar va malakali mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan tizimli ishlar bugun o'zining amaliy samarasini bermoqda. Bu yerda viloyat tarixida ilk bor jigar transplantatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Qashqadaryolik Ro'ziqul Eshonqulov og'ir dard bilan kurashayotgan bir pallada uning turmush o'rtog'i Shahnoza donor bo'lishga rozilik berdi. Bu qaror mehr, sadoqat va fidoyilikning yuksak namunasi bo'ldi. Baxtiyor oilaning orzu va maqsadlariga dalda bo'la olgan shifokorlar donor va resipiyentning ishonchiga chinakam sherik bo'la oldi. 10 soat davom etgan o'ta murakkab jarrohlik amaliyotida har bir daqiqa inson hayoti uchun kurashga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zamonaviy tibbiy uskunalar imkoniyati, shifokorlarning yuqori malakasi va aniq muvofiqlashtirilgan jamoaviy mehnat natijasida operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu natija zamirida mamlakatimizda inson salomatligini muhofaza qilishga qaratilayotgan e'tibor, tibbiyot muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va yuqori malakali kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan izchil siyosat mujassam. Mana 10 soat davom etgan o'ta murakkab jigar transplantatsiyasi amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu shifokorlar jamoasi uchun sinovli soatlar ortida juda katta mas'uliyat va ulkan fidoyilik mujassam. Ayni paytda bemorlarimizning har ikkalasi donorimiz ham, bemorlarimiz ham sog'ligi yaxshi, barqaror holatda. Bu toliqqan chehralarda yana bir insonning hayotini saqlab qolish baxti aks etmoqda. Jizzax viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ilk bor jigar transplantatsiyasi operatsiyasi amalga oshirildi. Bu amaliyot juda murakkab amaliyot bo'lib, bemorning yaqin qarindoshidan jigarning bir bo'lagi olib transplantatsiya qilinadi. Uzoq vaqt davom etgan amaliyot yaxshi natija bilan yakunlandi. Bu bemorlarimiz kamida 10-15 kun nazoratimiz ostida bo'ladi va keyingi tavsiyalarda gepatolog nazoratida turadi va sog'lom hayotga qaytadi. Ayni paytda bemorlarimizning holati qoniqarli, bemorlar palataga ko'chirildi. Hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil qilingan Jizzax viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida mana ilk bor buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi o'tkazildi. Nafaqat yurak qon tomirida aorta koronar shuntlash amaliyoti, klapanlarni, yurak klapanlarini protezlash amaliyotlari va angiograf yordamida koronar qon tomirlariga stent qo'yish, bo'yin arteriyalariga stent qo'yish amaliyotlarida, miya ichi ishemik insult, gemorragический insultlarda birinchi yordam ko'rsatish amaliyotlari yanada yo'lga qo'yiladi. Albatta, inson qadrini to'la anglay olgan shifokorlar bemorlarni bir lahza e'tibordan qoldirishmayapti. Dilxushlik bilan ularning kuchiga kuch, ishonchiga madad bo'lishmoqda. Jigar siroz bo'lgan ekanman. Jigar sirozga davolanib yurdim 18 dan beri. Keyin oxiri almashtirishimizga to'g'ri kelar ekan. Turmush o'rtog'im donorlik qildi, rahmat shularga. O'zbekistonimizda Xudoga shukr imkoniyatlar keldi kirib. Yaxshi. Jizzax tomoni Xudoga shukr. Hamma uskunalari bor ekan. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi, zo'rman his qilishim yaxshi. Jizzax viloyatlarimizga mana shunday sharoitlar yaratgan uchun rahmat kattakon. Prezidentimizga sharoitlari yaxshi ekan. Hozir sog'lig'im yaxshi, Xudoga shukr. Turmush qurganimizga 20 yil bo'ldi. Men turmush o'rtog'imda 2018-yil shunday kasallik bo'yicha bilib qoldik. Keyin davolatib olib chov berdik, yoqqa, Toshkentga o'zi. Avvalam Toshkentga davolatdik. Keyin jigarni almashtirish kerak bo'ldi. O'zim donorlik qilaman, xo'jayin hech o'ylamang. Ikkita farzandim baxtiga siz sog' bo'lishingiz kerak deb jigarim berishga rozi bo'ldim. Avvalambor rahmat vrachlarga ham, ularga ham hammasi bizlarga yaxshi qarayapti. Prezidentimizga katta rahmat. Shuncha sharoit yaratib qo'yibdi. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Faqat farzandlarim sog' bo'lsa bo'ldi, xo'jayinim yaxshi bo'lib ketsin. Nasib qilsa o'g'illarim ham kelajakda shunday doktorlar bo'lishini orzu qilaman.
Jizzaxda ilk bor amalga oshirilgan ushbu jigar transplantatsiyasi birgina muvaffaqiyatli jarrohlik amaliyotigina emas. Bu prezident tashabbusi bilan yaratilgan zamonaviy tibbiyot infratuzilmasi, ilg'or texnologiyalar va yuqori malakali shifokorlar salohiyatining amaliy natijasi aslida. Eng muhimi bu voqelik mamlakatimizda inson qadri eng oliy qadriyat sifatida ta'minlanayotganining, har bir inson hayoti uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilayotganining yana bir yorqin ifodasidir.